jinsiy retseptorlar hozirgi paytda hayotimizda plastiklar juda ko'p. Chunki plastik idishda mikrovolnovkada ovqat isitamiz, plastik butilkalarda suv ichamiz, napitka ichamiz. Xullas hamma narsa plastikda. Chunki qulay, yengil, oson. Lekin bu plastiklarni tarkibidagi bifosfenol A moddasi bor. Bu zararli modda hisoblanadi. Chunki u bizni jinsiy retseptorlarimiz, ya'ni estrogenlar va testosteronlarni qabul qiluvchi retseptorlarni o'rniga xuddi soxta estrogen, soxta testosteronga o'xshab aloqaga kirishadi. Aslida bu pustishka va organizmimiz uni haqiqiy estrogen yoki testosteron deb qabul qiladi va aslida bu soxta bo'lgani uchun estrogen va testosteronni miqdori pasayib ketadi. Shuning uchun ayollarimizda PMS, mioma matki, aknelarni toshishi kabi o'zgarishlar boshlanadi va erkaklarimizni testosteronini pasaytirishiga sabab bo'ladi. Imkon qadar hayotimizda plastik mahsulotlarni, posudalarni kamaytirish, shu bilan birgalikda har doim jigarimizga g'amxo'rlik qilib, detoks funksiyasini tiklash bilan ovora bo'lsak, mana shunaqa asoratlarning oldini olsak bo'ladi.